Aziz aka-ukalar, 2026-yilda Termizda tayyorlanayotgan eng mustahkam baho profillardan biri, ya'ni alyumin umrlik baho profillaridan ishlari tayyorlanyapti. O'shaning juda ham usulli variantda, chunki deganda oshmoshdan 5 tadan qo'yib bergan, qo'shmaymiz akalar. 1 2 3 4 5 ta bu tomoniga, 1 2 3 4 5 ta bu tomoniga. Tak 10 ta oshmoshdan qo'yib qalin profillarimizni juda ham chiroyli ravishda qilib berganmiz. Razmeri 1.20 ga, balandligi 2.30 razmerdagi ishlarimiz. Steklarga e'tibor qo'yamiz. Modelni juda ham chiroyli, idealni kelgan, ko'rishingiz mumkin. Oynalari stiklo paket bo'ladi. Yo'doy oyna bilan ichkarisiga oq oyna qo'yib beramiz. Past qismiga esa o'zini alikoxonlardan juda ham chiroyli qilib beramiz. Xo'p, vaqtlaringiz olmagan hollarda birdan qisqacha narxlarni tanishtirib o'tamiz. Balkon profildan 1 kvadrati 1 qavat oynasi bilan 1.400.000 so'mdan, 2 qavat oynasi bilan 1.500.000 so'mdan chiqadi. Svetlari zolotoy dub, antrasit, dub mokka, shefilska hamda oq svetlarimiz ham mavjud. Davom etamiz. Xuddi shuni mana bu mokka sveti, bu ham 11 lik balkon profildan. Yonboshdagi abishni 8 lik profil azizlar. Ikkalasini farqini ko'rishingiz mumkin. Juda ham qalinligida ham, enida ham yaxshi generatsiyasi bor. Xo'p, bir tabaqali ishlarimiz 90 ga 215 razmerdagi ishlarimiz. Bunga ham xuddi shunday oshmoshdan 5 tadan qo'yib bergan va zamok qolif kalitiga ham e'tibor qilasizlar. Katta ruchkalarni juda ham chiroyli qilib, mana zapaska zamoklari bilan qo'yib berganmiz. Bir tabaqali ishlarimiz. Bu 8 lik profilimizdan 1 metr kvadrat 900.000 so'mdan xarid qilib olishingiz mumkin. Bu xuddi shunday, yana bu ham xuddi shunday 900.000 so'mdan chiqadi. Bu ham 5 tadan oshmosh qo'yilgan antrasit mokra svetidan. Davom etamiz. 7000 seriya romlar. Premium klassdagi romlarimiz haqida 7000 seriya. Plastmassa sveti, plastmassa oilasidagi eng mustahkam variantlardan biri hisoblanadi. Ichlariga metallar solingan 100% samarizlar bilan qotirib, chiroyli mustahkam qilib berganmiz. 3 ta ramka va 9 ta kichikroq ramkamiz xudo xolasa Samarqand viloyati Nurobod tumani Jon qishlog'iga mana shu ko'rib turgan eshik hamda romlaringiz ustonoqqa bo'ladi. Ichkarida sizlarga abrezlar ko'rsatib o'tamiz. Xo'p, ma'lumot o'rnida sizlarga qo'limizdan kelishcha tanishtirib berishga harakat qilamiz. Altoplast sariq etiketkali 6000 seriya 4 kamerali kvadro profilimiz. Xo'p, hozir qo'limdagi antrasit mokras sveti ko'rishingiz mumkin. Juda ham chiroyli svet, laminatsiyalari juda ham ideal chiqadi. Samый yo'lini anchagina hamyonbop qisqabob hisoblanadi. 1 metr kvadratini 900.000 so'mdan xarid qilib olishingiz mumkin akalar. Juda ham mustahkam. Ichlariga xuddi mana temirlar solinib mahkamlab qotiriladi. 2 qavat oyna bo'ladi. Svetlari har xil svetda mavjud. Mana bu zolotoy dub sveti, oq svetlarimizda ayniqsa xo'p, akfaga solishtirgan holda juda ham narxiga nisbatan arzon chiqadi. Bitta derazani masalan akfada 3 million so'm bo'ladigan bo'lsa, bunda 2,5 million 500 million atrofida chiqadi. Alyuminiga alyumin profillarimizni tavsiya beramiz. Chunki deganda bu ham hamyonbop narxlarda xarid qilib olishingiz mumkin. Bularimiz derazalarimiz kvadrati 700.000 so'mdan xarid qilishingiz mumkin. Eshiklarimiz kvadrati esa 850.000 so'mdan chiqadi. Va mana bu qo'limda turgan Qashqardagi alyumin 11 lik balkon profilimizdan eshiklarimiz, profillar ko'rishingiz mumkin. Mana yon-boyon qo'yamiz. Mana bu 8 lik, mana bu 11 lik. Ikkalasini ko'rishingiz mumkin. Juda ham baqul, juda ham mustahkam. Ham ko'rkiga ham o'zingiz ko'rib qo'shib beradi. Xo'p, azizlar, mana shu hamyonbop narxlardan to qimmatli seriyalarimizga mavjud. 1 metr kvadrat 550.000 so'mdan 1.700.000 so'mgacha xarid qilib olishingiz mumkin. Zakazlar bo'lsa bemalol olib qolasiz. Manzilimiz Samarqand viloyati Qazilboq tumani. Paketlarimiz azizlar, mana yo'doy paketlarimiz. Ichiga dorilar solingan, germetikalar polnisi hamma joyga surtilgan. Terlamaslik kafolat bilan qo'yib beramiz. Bemalol aloqa chiqib olasizlar. Qaysi razmerlarda qat'iy chiroyli qilib o'zingiz joylarni borib o'lchab, kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Hammaga sog'lik, salomatlik qilib, o'tidan like bosib, obuna olib qo'yinglar. Obunachilarimizga bonus sarflasida pashta setgan, poligonni men bo'lsa forchkalar o'zingiz tanlaysizlar. Xohlaganingizni bonus beramiz. Hammaga sog'lik.